assalomu alaykum. Ko'pchilik mendan mana bu ko'rinishdagi skuterni so'rashganda, ya'ni ABS sistemasiga ega bo'lgan va old tarafida mana bu joyi ochiq emas, yopiq bo'lgan skuter so'rab turishadi. Xudo xolasa shunaqalardan keldi. Elektronika, tablo, multimedia hamda qo'shimcha qulayliklar bu joyda bakovay bo'ladi. Jidkisli tormoz, ABS sistema. Juda ham ajoyib sifatli skuter. Va buni yana boshqa tiplaridan ham bor. Xudo xolasa buni ham sotuvni boshladik. Mana bu ko'rinishdagisi, yani diskalariga alohida chiroyli ko'rinish berib ketgan, lekin bu tipini old taraf ochiq, bunda ham ochiq va mana bunda ham ko'rib turibsizlar ochiq. Xudo xolasa ulardan sanoqli 3-4 ta bor, ya'ni karboniy aralashgan, mana bu joyda faralari bor. Narxlari va rasxodlari batafsil ma'lumotlarini pastga yozib qo'yaman. Agar kimda kim shunaqa skuter xarid qilmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar, yetkazib berish xizmatlarini ham tashkillab beramiz.